Assalamu alaikum urmatlı bizning kanalning ko'ruvchilari, qimmatli mekendeshlar, qutmandov kuningizlar menen. Bugun 18 aprel günü Sukunjelesi kanalı Soquluqdagi mal bozorga keldi. Biz algaç ele sizlerge bu jerdagi mayda mallardan, qo'y echkilerning bağlары menen bir chetdan tanıştırып ötөбүz. Andыкta sizler ayağına çeyin görüp, mына Soquluqdagi mayda malların bağlары menen tanışıp ötüңүздөр. Qanday? Birinchi bunu ulagı menen eken ha? Qani birinchi balasi u? Qancha aqchasi u? 10 ming. Birinchi ulagı 10 ming. Kireshda turat eken, sotib olgan. Hop. Qancha jash bular? 10 ay. Aqchasi qancha bo'lib qoladi? Boz. Qancha? 50. Ekovi 50 mi? 50. Yaxshi. 50 ming so'mdan 10 aylik qo'ziq chiqarlar ekan. Yaxshi. Men hem aradan tandap ko'rsataman. Andıqtan sizler mına monday qo'zlarni tartib qo'yali. Hozir qo'z sezon keldi. Qo'z qanchadan so'ratasiz taqsiz? Qanchadan so'ratasiz? 7dan erkek ha? Erkek qo'zlar. Mana qilib içinde paroda qo'zlarda ko'p qo'zlu qo'ylar. Ne var alacakta? Ne var alacakta? Qo'zi qayoqda? Bunu diyeceğim göstereyim ha? İyi bir yakın. Öyle. Gel artık koyayım. Olay. Tak, bunlar kuzning qo'zlari o'sha qishda tug'ilgan qo'zlar bor. İşte tuğan oldular da. Qayoqda qolib qoladi bular? Düz. Soquluq ha? Erkek urg'och aralash qanchadan bular? 9 ming so'mdan. Qanchasi ketdi? Shuncha yer pustoy qoldi voy o'sha. Sotib ketdi. Yaxshi. Qaran aldı. Qancha? Urg'och o'xshaydi. Etdi. Qancha bo'ldi shu? Ya. Qancha bo'ldi qara qo'y? To'xta. Oldu. İşlerim oldu. Ya, ay, şarıma tarmatpay tetkin. Sodan versin. Tak, 8 ulağı menen ekan, mo'ya. Qancha taqsin? 11. 11. 8 ulağı menen ekan. Yaxshi. Men bir chetdan ko'rsatavereyim. Baqqanga qo'chqirlar. Qanchadan bu qo'chqirlar? Hağı 25 ha? Farqlarichi? Qizil men kuro. 70 ming so'm. Bular 2 yoshmi? 1 yosh. Qo'ylar buyuk ekan. Tak, mo qizil qo'ylar. Bo'zmi, jo tug'anmi bular? Chaldingizmi? Qancha so'rayapsiz bularga? 20 ming so'mdan so'rayapti turibman shularga. Yaxshi. Echki tug'anmi taqsir? Echkingiz tug'anmi? Echkim tuğan ne? Qancha so'rayapsiz? Ulag'ini olib qoldingizmi? 6,5. 6,5 ming so'm ekan mana shu. Qo'ychi qo'y. Tuğan emas, kısır koy. Qisir. So'ygonga Ona 15 bin lira var. 15 ming so'm. Yaxshi. Bu echki sog'latda? Eski sağla sütü. Sog'lat ekan. Mana yerda kelishgan qo'zlar ekan. Qanchadan? 13. 13 ming so'mdan. Erkakmi bular? Bunday qo'zlar 13 ming so'mdan erkak ekan. Yaxshi. Buni ular so'rab o'tayin, ha? Qanchadan oqsoqol bular? Ondan beri vatan. Ondan erkek ha? Ya. Erkek qo'zlarmi? Erkek oldu. Nonda 3 aylık. Nonday qo'zlar. Nonday qo'zlar ekan. Qayoqni qo'ylar? Soquluq rayoni. Nesli qo'zlar ekan. O jash kelishgan qo'zg'ochqonlar. Qancha jashlar? 40 bin lira. 40 ming so'mdan. Ne tish bo'ldi u? Oz oyunca sayılık. Tish sayala ekan mana shunday. Bir qarab qo'ying. O serke yoksa zaman çoğuna gene. Aldınız mı bunu? Serke mi? Yaxshi. Sizce okşaydı. Ağa koşanın getiriyor. Ne yerden sorayım? Kaça kozlar taksir? Kaçadan deyiz? 9'dan mı? Yaxshi. 9 ming so'mdan kozlar so'rayaptır. Bunday. Qanchadan so'rayaptıngiz bular? 7dan mi? 7 ming so'mdan qo'zi qo'sha. Buni bo'z echki ekan. Qancha bo'z echki? 7,5 ming so'm turadi. Bu yerda kichik qo'zlar ekan, qara qo'zlar.
qo'z. Qanchadan? Aqchasi bilan. Bahası. 6,5 ming so'mdan ekan mana shunday. Chaqan qo'zlar. Buni kelishgan. Qanchadan qo'chqorlar taqsir? 50. Peki tisha bular. Yaxshi. Ova. Ondan başma. Qanchani sotib berdingiz taqsir? Qo'y bo'z bu je qisir qolganmi? Qancha o'tasiz bo'g'aymi? So'yish kerak ekan, ha? Semiz ekan. Bag'lab chiqibsiz. 20 ming so'mdan so'rayaptir. 2,5 qo'zisi menanmi? Buni qo'zisi, ha? Bunday to'qdi o'xshaydi. Bu merinos qancha? Bu 13,5. Qo'zisi menanmi? Aralashma olib ketibdir-da. Ularda 6 ming so'mdan berem deydi bunday qo'zlar ekan. Qo'zlar o'ta ko'p tuğanlar. Onda imенно qo'zg'ochqorlar. To'qti qancha taqsir? 12 ming, ha? Oh. Yaxshi, tuğanlar. Men ham ara-aradan tandab ko'rsatayin. Qanday qarab? Kunjelesi degan. Bu tekevi. Uloq tekevi. O. Eko'teng tekevi. Mana ne paroda? Aralashma bu. Aralash. Qancha so'radasiz buga? 13. Yaxshi. Ali o'tsa kerak, a? Chas ekan. Buni echkilar talash. Sütdan des. Sütli echkilar ekan, a? Qancha? 3,5, 2,5. Eneleriz? 12'den. Teke qancha oladi teke? Bunday teke 40 ming so'm ekan. Sezon keldi-da, taqsir. Buna charba qo'zlar. 8,5 danmi? Bunday charba qo'zlar ekan, biraz cho'ng'ib qolibdir ham. Charbaga boqqanga. Neytda qo'ylar turadi. Bu qo'zisi bormi? Sotib turdingiz qo'zini. Qanchadan bular? 14 ming so'mdan ekan. Qo'y bu? Qo'y bu? Qo'chqorlar. Tak, bu yerda odam o'ta ko'p bo'lganlar. Alır uyda da diyqanlar turgan joyga chiqaman men. Bunaqa 2 tish qo'chqorlar ekan, ha? Olib turib avgustga chayin etga boqsangizlar o'ta yaxshi. Qanchadan ekan bu quruq bo'y? Qanchadan quruq bo'y bular? 20 dan 2 tish bular. 2 tish bo'lib qolibdi ana shunday. To'qtu qancha jash bu? Ekin to'g'on ham bitsa. Bahasıçı? 15 az kısır kaldı. Balasını alıp kaldınız. Yaxşı, kızıl koy eken. Yaxshi, qo'chqorlar bo'lsa qo'yamiz. O çarba koy kança? Charba qo'y, ular 12. Ular 12 deydi. Bulda tuğan be? Tuğan mı bulda? Bunda to'g'on. Yaxşı, sodan versin taqsir. Kozlar kançadan? Var 8,5'dan 9,5. O çoğunra eken da? 9,5. Yaxşı. Neyse koy azırak tuğandan. Benim köpçülüğü koyunu satmaydı. Buna onda qo'z qo'chqorlar o'ta ko'p chiqibdi. Bir yaşqa to'lib qolgan. Neydi bir qo'zli qo'y bor ekan, qo'zisi o'ta yaxshi uni. Qo'zisi meni qancha taqsir? 25 ming. Yaxshi qo'chqorga qo'yilgan ekan, ha? O'zi qara qo'y ekan. Bu qo'z qo'chqorlarimiz juda datqo. Qanchadan bu qo'chqor? 25 2 tish bo'lib qoldi. Qo'zi bu. 8 oylik. Yaxshi. Bu. Bu plotni ekan, ha? Bu plotni. Juni 40 kerak ekan. Bu qo'y qancha qo'y? Qara qo'y. Qo'y bu 15 ming. 15 ming so'm. Tug'anmi? Tuv bitdi. Endi to'y bu. Strishkalarini keltirib qo'yibdi. No bozor. Bu qaysin qo'zisi? Taqsir. Qancha qo'zisi mana bu? 19. Yaxshi. Shunday qilib turib biz
Arkanın sırtında bu жақта жалаң dıyqanlar turadi. Hem bir çetten sıray bilir. Bu жақта hem 2'den 3'ten qarmap turadi. O çarba qoylar qozusu menen. Qancha bu qozusu menen taqsir? 15 qozunuzcha, 2 qozunuz. 11 12 deydi. Bulaq beçi qancha taqsir? 8 kilo. Bulaq menen be? Oh, qancha sıraq? Bu toqtıçı toq. 9 yarımda var. 9,5. Kaçı? Urgaçı? Yaxşı. No bağılgan qoylar ekan. Aldınız mı bularda? Qanchadan bo'lib ketdi? 10dan. Ondan aldınız mı? Soyuz. Yaxşı. Oy. Bunu olardı gördünüzler mi? Öte күшті qo'chqorlar chiqqan. Bular Araşandan Nurdin degan baykeniki keldi. İzlesеңіздер Araşan qarib chiqadi. Dollarlab bahs qo'yuvchi qo'chqorlar. Buni aytib to'qti qo'ylar ekan. Ji. Ya alıp atasızmı? Ji atasızmı bular? Taqsir. Satı odam. Aa. Yatkan yok mu? Satı odam. 8 baş var. 16'dan 8 baş ekan buna. Çoğun kızıl qo'ylar ekan, kelishgan. Namınday samosiyatini özleri bağıb jüre turgan çoğun qo'zlar bar ekan. Qo'z talash. Qanchadan bular? 14 erkek mi jalan? Çoğun o'yib qolibdi. Qo'y, he. Qo'zni qo'y qancha? Taqsir. 20. Mana bo'z bu. Al жақта qo'zisi var be. Жаңы tur. Bu qancha? 23. Bu 23. Bu quyruqtu жақшы qo'y ekan, ha? Dayaqlı öydə çıxarır. Buna ulaq жақшы ulaq ekan. Bu bayağı qulaq uzun echkidan be? Tekevi? Qancha sura otasiz buqa? 13. Qancha aylik bu? 4 aylik. Çoğun ha? Quyruqtuqa. Yaxşı. Şunday qulaq uzun tekeler menen bizdin echkilerin argındaşqanын көргөнсүздөр be? Qulağı ideal düşөт, biroq bizikine qaraganda жақсы çıqat. Çoğun qulağı bizikinen uzun arqından kichine olup, qolu uzun bolup, жақсы olup çıqat ekan. Bu жақta dıyqanlar özleri turgan taraf. Şu жерден дагы men aralatып surap kete bereyin. Andıqtan sizler ayağını çeyin görüңүздөр. Çarba urgaçı qoylar. Qanchadan taqsir bular? 11'den. 11'den ha? Tuğan mı? Yaxşı, tuğu bütüptür bular. Qo'zi talash. Qanchadan bo'lib ketdi qo'zlar? 9'dan. 11 9'dan deydi. Bu жақта biraz arzanıрақ bolsa керек деп ойлоймун. Машиналар менен келип 2-3төн кармап, дыйкандар мына ушул жақта турат. Men mal bazarının baş çağına geldim. Sizlerge aradan echkili, boz echki, kısır echki, ulaqtı echkilerin bağlarını bir körsettim. Oşoğa jarasha malыңızарды bağlap көрүңүздөр. Qoylardı dele qozuların çoğun qozu, kichkinekey qozu, qozulu qoy, boz qoylardı көрсөттүk. Andıqtan sizler de oşoğa jarasha hareket kılsаңыздар болот. Bu soquluq mal bazarı boldu. Andıqtan biz videonu жыйынтпайбыз. Анда месе бизге класс менен поддержка берip, комментарий калтырып, жақындарыңыздар менен бөлүшүп кетиңиздер. Каналга катталбагандар катталыңыздар, сөзсүз.